Assalomu alaykum. Salom, salom, salom. Salom, 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 salom. İşleringiz yaxshimi? Kayfiyatingiz qanaqa? Charchamadingizmi? Bugun sizni ko'rib turganimdan juda xursandman. Bugun sizni faqat yagona sizni sayohatga taklif qilaman. Juda ham qiziqarli va muhim sayohatga. Bu sayohat atrofga, tashqi dunyoga emas, balki sizni qalbingizga, sizni yuragingizga, sizni ichki dunyoyingizga sayohat qilamiz. Chunki aynan o'sha yerda muhabbat, mehr, g'amxo'rlik, o'zingizni sevish, yaxshi ko'rish tuyg'ulari barchasi yuragingizda, qalbingizda bor. Va aynan shuni izlab bugun sayohat qilamiz. Rozimisiz? Kelishdikmi? Juda yaxshi. Buning uchun tinchlanib olishingiz kerak. Butun tanangizni bo'sh qo'yishingiz kerak. Keling, bu sayohatni nafas olishdan boshlaymiz. Chunki tinchlanish uchun bu judayam muhim. Keling, 3 marta nafas oling va nafas chiqaring. Nafas olganda men deysiz, nafas chiqarganda esa xotirjamman deysiz. Keling, birgalikda. Men xotirjamman. Juda yaxshi. Barcha bezovtaliklar sizni tark etyapti. Men xotirjamman. Juda yaxshi. Oxirgi marta. Men xotirjamman. Juda yaxshi. Hayolingizdagi barcha nazorat, taranglik, bezovtaliklarni qo'yib yuboring. Qalbingizga sayohatni tuyg'ularingizga, hissiyotlaringizga ruxsat berishdan boshlaymiz. Va avval birinchi o'rinda tanangizdagi bo'layotgan hissiyotlarni sezishdan, his qilishdan boshlaysiz. Va birinchi o'rinda boshingizni yuqori qismini, aynan sizni maqsadlaringiz, rejalaringiz yashaydigan joyni massaj qilishdan boshlaymiz. Keling, boshingizni massaj qilaman. Sochlaringizni. Juda
maqsadlaringiz bor. Judayam yaxshi bu maqsadlar, orzular qo'ygan inson albatta ularga erishadi va siz albatta maqsadlaringizga erishasiz. Keling, ozgina sochlaringizni, boshingizni terisini uqalab qo'yaman. E'tiboringizni hissiyotlaringizga aynan hozir boshingizni yuqori qismidagi bo'layotgan hissiyotlarga qarating. Juda yaxshi. Yaxshi. Endi sizni mana bu joylaringizni uqalaymiz. Aynan shu yerda tashvishlar, bezovtaliklar yashaydi. Keling, shu joylaringizni ham uqalaymiz va barcha tashvishlarni, bezovtaliklarni qo'yib yuborishingizga yordam beramiz. Qani. E'tibor berganmisiz? O'sha siqilgan paytimizda, nimadirni o'ylab, tashvishlangan paytimizda shu yerlarimiz, boshlarimiz qattiq og'riydi. Shuning uchun aynan shu yerda yig'iladi shunday taranglik. Keling, hozir buni massaj qilib sizni tinchlantiramiz. Juda yaxshi. Xohlasangiz ko'zlaringizni yumib olishingiz mumkin. Keling, ozgina barmoqlarim bilan точечный massaj ham qilamiz. Juda yaxshi. Bitta tarafdan ikkinchi taraf. Yaxshi. Juda yaxshi. Peshonangizni massaj qilamiz, chunki peshonamiz bu ekran kabida barcha o'sha bizni xafa qilayotgan, bizga yoqmayotgan qandaydir dasturlar, obrazlar peshonamizda yuradi, peshonamizda yashaydi. Va hozir biz sizni tinchlantirishga harakat qilyapmiz. Aynan shu sababdan peshonangizdagi bu kerakmas sizga obrazlarni artib olib qo'yamiz. Keling, qo'yib yuboring. Peshonangizni artib faqatgina toza ekran qoladi. Tozagina ekran qoladi. Juda yaxshi. Keling, buni ham ozgina точечный massaj qilamiz. Qoshlaringizni ham. Uyqungiz kelyaptimi? Bemalol ko'zlaringizni yumib uxlashingiz ham mumkin. Tinchlanganingizdan so'ng
meditatsiyamizdagi effekt uxlaganingizdan so'ng ham albatta sizga ta'sir bo'ladi. Juda yaxshi. Bo'yningizni massaj qilamiz, chunki aynan aql bilan yuragingizni o'rtasida ko'prik bu sizni bo'yningiz va aynan bo'yningizda charchoqliklar, tarangliklar eng ko'p saqlanib qoladi. Keling, bo'yningizni massaj qilamiz va sizga yengillik, tinchlik hissini qaytaramiz. Juda yaxshi. Rastiraющий harakatlar bilan massaj qilaman. Keling, yaqinroq turib olaman. Juda yaxshi. Va keling, silab qo'yish bilan massajni bitiramiz va meditatsiyaga o'tamiz. Juda yaxshi. Tinchlanib oldik. Endi bitta qo'limni yuragingizga, qalbingizga qo'yaman. Yuragingiz urishini his qilyapman va eshityapman. Va ikkinchi qo'lim esa mana bunday toshda bo'ladi. Xayolingiz uzoqlarga uchib ketmasligi uchun yoki ichki muloqotga, ayniqsa tanqidchini eshitishga ketib qolmasligi uchun e'tiboringizni aynan shu toshga qaratishingizni so'rayman. Ko'zlaringizni yumaman va butun e'tiboringiz faqat meni so'zlarimda bo'lsin. Bir quloqdan ikkinchi quloqqa sizga aytaman. Qalbingiz bilan ko'ring va eshiting. Hozir do'stlar, meditatsiyamizning asosiy qismiga o'tamiz va tasdiqlarni takrorlaymiz va ularni hayotingizni bir qismiga aylanishiga yordam beramiz. Sevgini, muhabbatni aynan sizni hayotingizga kirib kelishiga qalbingizni, yuragingizni tayyorlaymiz. Men sevgiga ochiqman va uni qabul qilishga tayyorman. Men mehr va g'amxo'rlikka loyiqman. Qalbim sevgi va baxtga to'la. Men hayotimga sog'lom munosabatlarni jalb qilaman. Atrofimda mavjud bo'lgan sevgi uchun minnatdorman. Men sevgi va ijobiy energiya tarqataman. Sevgi haqidagi orzularim ushalyapti. Men sog'lom munosabatlar qura olish qobiliyatimga
ishonaman. Meni qadrlaydigan, meni hurmat qiladigan insonlarni o'zimni hayotimga jalb qilaman. Menga mos keladigan odam bilan uchrashishga tayyorman. Men o'tmishdagi meniki bo'lmagan munosabatlarni qo'yib yuboraman. Qalbimni yangilikka ochaman. Men hattoki kichik vaziyatlarda ham muhabbatni his qilaman va qadrlayman. Men o'zimni borligimcha qabul qilaman va qadrlayman. Men hayotimni quvonch va sevgi bilan to'ldiraman. Men xursandchiligimni boshqalar bilan baham ko'rishga tayyorman. Men istaklarimga mos keladigan sevgilimni o'zimga jalb qilaman. O'z his-tuyg'ularimni ochiq va qo'rqmasdan bildira olaman. Men hayotimga ajoyib munosabatlarni jalb qilaman. Hayotni men uchun atab qo'ygan rejalariga ishonaman va bu rejalar meni baxtli va sevimli qilishini his qilyapman. Men o'zimni yaxshi ko'raman va o'zimni qabul qilaman. Bu esa boshqalarni sevish uchun asosdir. Men o'tmishdagi xafagarchiliklarni kechiraman va muhabbat uchun joy bo'shataman. Hayotimning har bir sohasiga muhabbat va baxt kirib kelishiga ruxsat beraman. Har kuni o'zimga va his-tuyg'ularimga ishonchim ortib bormoqda. Men o'z chegaralarimni hurmat qilaman va munosabatlarda o'zaro hurmatga intilaman. Men o'zimni his-tuyg'ularimni bemalol ifoda etaman. Hayotimga kirib kelayotgan muhabbatni qabul qilaman. Men yuragimda, qalbimda sevgi uchun joy yarataman. Qalbimni baxtning yangi imkoniyatlariga tayyorlayman. Men uchun mehribon va g'amxo'r bo'lgan insonni kirib kelishiga tayyorman. Ishonamanki, meni haqiqiy sevgim kutmoqda. Men qalbimni samimiy sevgiga ochaman. Mening hayotim mehribon va qo'llab-quvvatlovchi
eshiting va ular sizni hayotingizni bir qismiga aylanadi. Uxlab qolmaysizmi? Judayam xursandman. Aynan bugun kelganingizga va bugungi so'zlarni eshitganingizga. Bular uchun qalbingizni oching va dunyoni, borliqni, muhabbatini his qiling. Hozir esa siz bilan xayrlashaman. Xayr.